Assalomu alaykum azizlar. Kechagi qo'yilgan oprosda 4 ta fasondan mana bu fasonga eng ko'p ovoz berilgan ekan. Hozir ushbu fasonimizni asos andoza yordamida modellashtirib ko'rsatib beraman. Bu fasonni modellashtirishda professional asos andozadan foydalanamiz. Hali asos andoza chizishni o'rganmagan bo'lsangiz, asos andoza chizish darslari YouTube kanalimda ham, Telegram gruppamda ham bor. Video darslarga qarab o'rgansangiz bo'ladi. Yoki o'zingiz ishlatadigan, xohlagan asos andozangizdan modellashtirsa ham bo'ladi. Men 52 razmerga asos andoza chizib oldim. Orqa, oldi va yeng andozasi. Hozir mana shu andozadan foydalanib ushbu modelimizni modellashtirib ko'rsataman. Asos andoza chizganda asosan bo'ksagacha chiziladi, mana bo'ksagacha. Lekin men dvoykamizni bo'y uzunligini boricha chizib oldim. Ya'ni buni bo'y uzunligi 80 cm. Dvoykamizni koftasini uzunligi ham 80 cm bo'ladi. Sizlar ham qancha uzunlikda qilmoqchi bo'lsangiz, shuncha uzunlikda bor bo'yicha andoza yasab olasiz. Mana bel chizig'i, bo'ksa chizig'i, bunisi esa etak bo'ladi. Hozir mana shu andozadan fasonimizni modellashtirib olamiz. Bizning fasonimiz yelkadan tushgan shestiklin. Eng oldin andozamizni shestiklin qilib modellashtirib olishimiz kerak. Yengi va orqasini olib qo'yib turamiz. Ishni oldi andozani modellashtirishdan boshlaymiz. Oldiniga yoqamizga shakl berib olishimiz kerak. Bizning yoqamiz to'rtburchak. Andoza chizganda har doim yoqasi kichkina qilib, bo'yinni quchib turadigan qilib chiziladi. Keyinchalik modellashtirgan paytda xohlagan yoqa turiga o'zgartirib olish uchun biz to'rtburchak yoqa qilishimiz kerak. Yoqa ochilishini har doim mijozni o'zidan o'lchab olasiz. Hozir men masalan 52 razmerga yoqa ochilishini 17 cm qilsam bo'ladi. 17 cm ni belgilab olaman. Yon tarafga 7 cm ochilganda yelkasidan, endi yoqani pastidan 1 cm kamroq ochishimiz kerak. Yonga 7 cm ochilgan bo'lsa, yoqani pastidan 6 cm ni belgilaymiz. Agar yonga 8 ochgan bo'lsangiz, pastidan 7 qilasiz. Har doim 1 cm kam bo'lishi kerak. Shunda yoqangiz osilib qolmaydi. Ba'zan ko'rgan bo'lsangiz kerak, to'rtburchak yoqalar osilib qoladi. Shunaqa bo'lmasligi uchun pastini hamisha 1 cm kam qilasiz. Buni yoqamni shaklini chizib oldim. Endi buni kesib olib tashlayman. Endi andozamni men ikkita klinga ajratib olishim kerak. Fasonimiz yelkadan tushgan shestiklin. Shuning uchun yelkadagi ko'krak vichkasidan bachogiga va o'rtadagi bo'lakka ajratib olamiz. Yelkadagi ko'krak vichkani bel vichkasi bilan tutashtirib chizib olamiz. Pastga ham bel vichkani davom ettirib to'g'ri chiziq chizib olamiz. Bel vichkasini oralig'ini va ko'krak vichkasini oralig'ini kesib olib tashlayman. Shunda ikkita klinga ajraladi. Bel vichkamni orasini olib tashlayman. Oldi bachog'imiz tayyor. Ko'krak vichkasini oralig'ini ham kesib olib tashlaymiz. Mana oldi andozamiz ikkita klinga ajratildi. Adashmaslik uchun yozib qo'yamiz oldi. Endi orqa andozamizni ham mana shunday modellashtiramiz. Orqa andozamizda yelkasida kurak vichka chiziladi. Mana shu kurak vichka bilan orqa bel vichkasini tutashtiramiz va bel vichkamizni pastga davom ettirib chizamiz. Endi bel vichkasini oralig'ini kesib olib tashlayman va andozamni ikkita klinga ajratib olaman.
orqa bacho'gi. Agar men hozir oddiy yelkadan tushgan shestikli modellashtirmoqchi bo'lganimda, mana shu andozalarim bilan bemalol mato ustiga qo'yib bichib olgan bo'lardim. Lekin biz fasonimizga e'tibor bersak, uni etaklari biroz boshqacha turibdi. Ya'ni ozgina so'nsiga o'xshab to'kilib turibdi. Buning uchun biz etak qismini modellashtirishimiz kerak. Orqasidan boshlaymiz. Bizni fasonimiz beldan pasti klyoshga o'xshab chiroyli to'kilib turibdi. Mana menda belgacha bo'lgan uzunliklarim chizilgan. Belgacha bo'lgan uzunlikni marker bilan ham chizib olaman. Uni o'lchab ko'ramiz, necha santimetr ekan. O'rtaga tushadigan bo'lagida bel oralig'i 10,5 santimetr chiqdi. Uni o'rtasidan belgilaymiz. Mana 5 santimetrni belgilab, pastga to'g'ri chiziq chizaman. Bu markazi bo'ladi. Klinimizni markazi hisoblanadi. Bachog'ini ham oralig'ini o'lchab ko'ramiz. Bachog'i 11 chiqdi, demak o'rtasi 5,5 bo'ladi. Bachog'ini ham pastga chiziq tortib markazini belgilab olamiz. Adashmaslik uchun yozib qo'yaman: orqa klin, orqa klin, orqa bachok, orqa bachok. Endi mana shu chiziqlarimizdan bachog'imizni etaklarini kesib olishimiz kerak. Bel chizig'iga kelganda 0,5 santimetr qoldiraman yoki 3 millimetr. Andozam uzilib ketmasligi uchun. Bel chizig'idan pastini kesib olaman. Bu andozamni uzmadim, ozgina qoldirib kesdim. Orqa andozamni tayyorlab oldim. Endi oldi andozani ham xuddi shunday modellashtiraman. Menda oldi klini va oldi bachog'i bel sohasini chizib olamiz. Buni ham o'rtasini belgilab olishimiz kerak. Bachog'i beli 21 santimetr, demak 10,5 bo'ladi. O'rtasi 10,5 ni belgilab pastga to'g'ri chiziq chizaman. Bachog'imizni sentrini belgilab oldim. Klinini ham o'lchab ko'ramiz, bel sohasini. 9 santimetr chiqdi. Yarmisi 4,5 bo'ladi. 4,5 ni belgilab pastga chiziq tortib olaman. Buni ham orqasiniki kabi kesib olamiz. Oldi bachok, oldi klin, oldi klin. Orqa oldi andozalarimiz tayyor. Endi yeng andozasini modellashtiramiz. Bizni fasonimiz tirsakdan pasti biroz kengayib ketgan. Bu 52-razmer uchun uzun yeng. Tirsagini belgilab olishimiz kerak. Tirsakgacha bizda 35 santimetr. 35 santimetrni belgilab olaman. Va to'g'ri chiziq chizamiz. Endi yengimizni ham
modellashtirib olamiz. Xuddi andozani modellashtirgan kabi modellashtiraman. Yeng. Mana endi modellashtirgan andozalarimni mato ustiga qo'yib bichib olsam bo'ladi. Mana men tayyorlab olgan andozalarimni mato ustiga qo'yib joylashtirib chiqdim. Orqasi, yengi, orqa bachog'i, oldi bachog'i, oldini o'rtaga tushadigan klini. Meni bu modellashtirganimni malaka oshirish kursidagi o'quvchilarim ko'rishsa, o'ylaymanki, bir marta ko'rganni o'zidayoq tushunib olishadi. Chunki malaka oshirish kursimda 6 klin, 12 klinni hamma turlarini o'tib bo'ldik. Lekin bu fason kiritilmagandi. Asos andozani yaxshi o'zlashtirgan o'quvchilarim hozirda kursga kiritilmagan fasonlarni ham o'zlari modellashtirib tikishyapti. Men koftasini bor bo'yicha andozada bichib olganman. Shuning uchun chok haqiga uzunligidan qo'shmaymiz, faqat yon taraflaridan 1 sm chok haqiga qo'shib bichamiz. Endi buni ham biroz tushuntirib beraman. Orqasidagi o'rtaga tushadigan klini mana matoni kromkali tarafiga tushdi. Oldidagi o'rtaga tushadigan klini buklovga tushdi. Klinlarimni orasini ochganda orqasini 7 sm ga ochdim. O'rtadagi bo'lagini, bachog'ini esa 15 sm ga ochdim. Yengini esa xohlagancha ochsangiz bo'ladi. Bilagini kengligidan kelib chiqib, yengni bilak aylanasi qancha bo'lishini xohlasangiz, shunga qarab buni kengroq ham yoki sal kamroq ham ochsa bo'ladi. Oldi bachog'ini orasini 15 sm qildim. Oldidagi o'rtadagi klinni bachog'ini orasini 7 sm qildim. Nima uchun etaklari ikki xilda ochildi, qirqimlarning orasi degan savol tug'ilishi mumkin. Sababi mana bu yoqasi, oldi buklovlab bichilyapti. Buni kesib olib ochganimizda oldi yaxlit bo'lib ochiladi-ku. Buni etagi kattaradi, buni etagi. Kattargan paytda mana bu bachok bilan bir xilda bo'lish kerak. Shuning uchun qirqimning orasini bachokka nisbatan o'rtadagi klinnikini 2 hissa kamroq qildim. Yana bitta narsaga e'tibor qaratamiz. Mana yengini orasida mana shunday ochiq qolgan joyi bor. Bunga ahamiyat bermaymiz. Fasonimiz modellashtirilganda andoza qog'oz kesiladi, lekin mato kesilmaydi. Yengi ham, klinlari ham yaxlit holatda bichilishi kerak. Orada qolgan mana bunday ochiq joylarga ahamiyat bermaymiz-da. Bularga ahamiyat bermaymiz. Yon taraflardan chizib, klinlarini ham yaxlit holatda bichib olamiz. Etaklari ham mana shunday avval holatda bichiladi. Tekis emas, biroz avval holatda bichiladi. Matoni qolgan joylaridan esa lozimini bichib olsangiz bo'ladi. Agar darsga tushungan bo'lsangiz, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.